Prava olmoqchi bo'lganlar, hammaga assalomu alaykum. Endi biz bugundan boshlab YouTube kanalimizda ham o'zimizni faoliyatimizni yurg'izib boramiz. Agar sizga qiziq bo'lsa, test savollar tahlilini ko'proq ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizni uzoqlashmasdan ko'rib turing. Hozir siz bilan imtihonda ko'proq duch keladigan 10 ta imtihon savollarini, ya'ni shablon savollardan 10 tasini yaxshilab ko'rib o'zim tahlil qilib tushuntirib beraman. Bu videodan keyin chorahali savollardan, undan tashqari rasmsiz savollardan anchagina tushunchangiz ortgan bo'ladi. Hop, xudo xolasa boshlaymiz unda. Birinchisi, ko'k rangli, yalti-yalti etuvchi mayoqchalari va maxsus tovushli ishorasi yoqilgan maxsus transport vositasi chorrahani nechinchi bo'lib kesib o'tadi, deyapti. Demak, mana avtomobil, ya'ni tez tibbiy yordam avtomobil haqida gap ketyapti bu yerda. Endi e'tibor qiladigan joyi bor. Asosiy yo'lda qora avtomobil va yashil avtomobillar asosiy yo'lda harakat qilyapti. Bu bo'lsa ikkinchi darajali yo'lda yo'l bering belgisi turibdi. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga aytib o'tadigan joyim, tez tibbiy yordam, GAI xodimi va o't o'chiruvchi, mana shu 3 xil avtomobilni eslab qolinglar. Chorrahada turgan paytda har qanaqangi vaziyatda birinchi bo'lib o'tib ketadi. Demak, bu vaziyatda e'tibor qiladigan joyimiz, birinchi bo'lib harakat qiladigan avtomobil tez tibbiy yordam bo'ladi, chapga burilib ketadi. Ikkinchi bo'lib to'g'riga harakat qilayotgan qora avtomobil va oxirgi bo'lib yashil avtomobil chapga burilib olishga ruxsat etiladi. Bu narsani eslab qolasizlar. Agar mabodo shunaqangi savol kelib qoladigan bo'lsa, chorrahali savollardan har doim birinchi bo'lib tez tibbiy yordam avtomobilini o'tkazib olishlar kerak bo'ladi. Demak, javoblarga tushadigan bo'lsa, demak tez tibbiy yordam birinchi bo'lib harakat qilyapti degan javobni tanlaysizlar. Keyingi savol. Bu vaziyatda qaysi rasmda haydovchi to'xtash qoidasini buzdi, deyapti. Endi rasmga yaxshilab qarab olamiz, kirib turib. Xo'p, o'rtada bir sidirg'a chizig'i turibdi ekan. Sidirg'a chiziq turgan bo'lsa, siz avtomobildan chiziqqacha bo'lgan masofa, mana shu ikkala o'rtadagi masofa bor-ku, mana shu 3 metr bo'lish kerak aslida. Agar 3 metr bo'lmaydigan bo'lsa, taxlanadi. Demak, hozir birinchi rasmda qoida buzilyapti. Ikkinchi rasmga qaraydigan bo'lsak, o'rtada sidirg'a chiziq bas, endi uzuq-uzuq chiziq turibdi. Agar uzuq-uzuq bo'ladigan bo'lsa, sizni to'xtashingizga ruxsat etiladi. To'xtab turish bas, to'xtashga ruxsat etiladi. Demak, hozir bu yerda ikkinchi rasmda qoida buzilgani yo'q va uchinchi rasmda 2,5 metr, shu 3 metr bo'lishi kerak. Xuddi shu savol imtihonda keladi. Mana xuddi shunaqa 3 ta variantda keladi. Xuddi shunaqa variantda keladigan bo'lsa, faqatgina mana mashinasi qoidani buzgani yo'q. Ya'ni o'rtada uzuq-uzuq chizig'i bor. Va javoblariga tushamiz. Qaysi haydovchi to'xtash qoidasini buzdi deydigan bo'lsa, 1 va 3-chi javobni tanlaysizlar. Keyingi savol. Bu vaziyatda transport vositasi chorraha orqali qaysi yo'nalish bo'yicha harakatlanishga ruxsat etiladi, deyapti. Xo'p, svetofor yashil turibdi, lekin narigi tomonda qaraydigan bo'lsa, to'g'ri bir, ya'ni to'g'riga buyuruvchi belgi bor bizda. To'g'riga buyuruvchi belgi turgan bo'lsa, siz faqat to'g'riga yurishingiz kerak, lekin bitta qonun qoidani eslab qolinglar bu vaziyatda. Mana bu belgi chorraha narigi tomonda turibdi, mana. Chorrahani bu tomonda turibdi. Agarda mana shu yerda bo'lganda, to'g'ri bir belgisi bo'lganda, siz faqat to'g'riga harakatlangan bo'lardingiz, lekin chorraha narigi tomonda turganligi uchun narigi tomonga o'tganingizdan keyin to'g'riga faqat harakat qilasiz. Demak, hozir bu yerda o'ngga, chapga, qayrilib olishga, to'g'riga, hamma tomonga harakatlansangiz bo'ladi. Xo'p, demak, pastga tushadigan bo'lsa, endi faqatgina to'g'riga bas, barcha tomonga harakatlanishga ruxsat beradigan javobni to'g'ri deb tanlaysizlar. Keyingi savol. Xo'p, qaysi avtomobil haydovchisi burilishga ruxsat etiladi, deyapti, qaysi biriga, to'g'rimi? Bu vaziyatda qaranglar. Hozirgidaqa to'g'ri bir belgisi bor. Bu belgi chorrahada keladigan bo'lsa, faqatgina to'g'riga harakatlanasiz xolos. Chapga o'ngga burilishingiz mumkin emas. Ko'pchilik mana shu joyda xato qiladigan joyini aytib o'tib ketaman. Mana svetofor o'ng tomonga qo'shimcha seksa chiroq ruxsat beryapti. Lekin svetofor ruxsat beradigan bo'lsa ham, siz faqatgina to'g'riga yurasiz, agar mana bu belgini ko'radigan bo'lsangiz. Eslab qolinglar, agar chorrahadan tashqarida keladigan bo'lsa, misol uchun ko'chalarning boshiga, yo'llarning boshiga qo'yib qo'yiladigan bo'lsa, misol uchun mana shu yerga qo'yib qo'yilding, bundan oldingi test savoldaqa. Bunda faqatgina to'g'riga yurasiz, faqatgina yondosh hududlarga o'ngga burilishga ruxsat etiladi. Misol uchun shoxobchalar, gaz quyish joylari, zapravkalar, ko'chalarga bemalol kirishingiz mumkin. Lekin chorrahada mana shunaqa svetoforning oldiga qo'yiladigan bo'lsa, unda faqatgina to'g'riga yurasiz xolos, boshqa yo'nalishingiz yo'q. Demak, hozir javoblariga ham e'tibor qilamiz. Faqatgina mana ikkala avtomobilga ham harakatlanish taxlanadigan javobni olasizlar. O'ngga chapga mumkin emas. Xo'p, keyingi savol. Menimcha bu savolga qiynaladigan odam o'zi bo'lmasa kerak. Ya'ni 5-15 belgisini ko'rgan paytingizda pulli to'xtab turishi joyi deysizlar. Ya'ni agar xuddi shuni ko'k ranglisi bo'ladigan bo'lsa, unda oddiy to'xtab turish joyi, ya'ni parkovka desanglar bo'ladi. Lekin sariq ranglisini ko'radigan bo'lsanglar, bu pulli to'xtab turish joyi bo'ladi. Keyingisi. Xo'p, quvib o'tish haqida gap ketyapti ekan. Qaysi rasmda quvib o'tish ko'rsatilgan, deyapti. Endi men e'tibor qiladigan joyni aytib o'tib ketaman. Qachonki siz qarama-qarshi tomonga chiqadigan bo'lsangiz, keyin quvib o'tish bo'ladi. Agar qarama-qarshi tomonga chiqmasangiz, mana misol uchun mana avtomobilga o'xshab
faqatgina o'zingizni harakatlanayotgan yo'nalishingizni tasmani almashtirib turib o'tib ketadigan bo'lsangiz, bu quvib o'tish bo'lmaydi, o'zib ketish bo'ladi bu. O'shani hisobiga bu 3-rasm chiqib ketdi. Buni hisobga olmaysizlar. 3 ta tasmali ikki tomonlama yo'llarda chap tasmaga chiqish mumkin emas. Ya'ni bu qarama-qarshi tomonniki bo'ladi. Bu tasmaga o'tishingizga ruxsat etilmaydi. Faqatgina o'zingizni o'ng tasmangizda harakat qilasiz. O'rta tasmaga quvib o'tgani o'tsangiz bo'ladi. Chapga burilgani va qayrilib olgani. Lekin 3-tasmaga, ya'ni mana chap tomondagi 3-tasmaga o'tishingiz mumkin emas. Demak, hozir o'z qaysi bir betda quvib o'tishni so'rayotgan bo'lsangiz, mana birinchi rasmda qarama-qarshi tomonga chiqib o'tyapti. Mana shu quvib o'tish bo'ladi. Ikkinchi rasmda o'rta tasmaga chiqyapti. Mana uni qoida buzilmayotgan varianti, ya'ni o'rta tasmaga chiqib quvib o'tishingizga ruxsat etiladi. Demak, javoblarga qarasak, xo'p, qaysi rasmda quvib o'tish ko'rsatilgan? 1 va ikkinchi rasmda degan javobni topib olamiz. Faqat birinchi va ikkinchi rasmda, demak, mana tepadagi javoblar to'g'ri bo'ldi. Xo'p, keyingi savolga o'tishdan oldin bitta narsani aytib o'tib ketaman. Agar sizga video foydali bo'layotgan bo'lsa, yaxshi ma'lumot olayotgan bo'lsangiz, videoga like bosib qo'ying va bizning YouTube kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bundan buyog'iga sizga iloji boricha ko'proq test savollar tahlil qilib YouTube kanalimizga joylab boramiz. Va albatta imtihonga tayyorlanayotganlar bo'lsa, oramizda bizni onlayn kurslarimizga ham qo'shilib tayyorlansangiz bo'ladi. Bu savollarni ko'proq chuqurroq qilib, imtihonda tushadigan variantlarini yaxshiroq qilib o'zimiz sizga tahlil qilib, onlayn ekspress kursimizda tahlil qilib tushuntirib beramiz. Agar qo'shilmoqchi bo'lsangiz, ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, onlayn ekspress kurs haqida videoda pastda opsiyada silka qoldiryapmiz. Telegram kanal degan, o'shdan kirib olishingiz mumkin. Ya'ni o'shdan kirib ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi savolga e'tibor qilamiz. 7-savol. Qaysi rasmda piyodalarning tashkiliy jamlanmasi yo'lni qatnov qismida qoidani buzmay harakatlanmoqda deyapti. Xo'p, e'tibor qiladigan joyi bor shu yerda. Piyodalar qatnov qismida harakatlanyapti. Yo'l yoqasi bas, trotuar bas qatnov qismida harakat qilayotgan bo'lsa, piyodalar avtomobillarga qarama-qarshi harakat qiladi. Avtomobillar bilan bitta yo'nalishda harakatlanishi bo'lsa mumkin emas. Demak, bu yerda javobi faqatgina birinchi rasmda qoidani buzmasdan harakatlanmoqda. 8-savol. Asosiy yo'l qaysi biri deyapti. E'tibor qiladigan joyimiz bu yerda. Mana avtomagistralda harakatlanayotgan bo'lsangiz asosiy yo'l hisoblanasiz. Asosiy yo'lda harakat qilyapsiz. Ikkinchi darajali yo'l bilan tutashyapsiz. Demak, bu ham asosiy yo'lda hisoblanadi. Imtiyoz belgilaridan va oxirgi javob. Mana xuddi shu 3 tali rasm keladi imtihonda. Keladigan bo'lsa, ehtiyot bo'linglar. Faqatgina tepada ikkitasi, ya'ni avtomagistral va ikkinchi darajali yo'l bilan tutashuv belgisi qo'yilgan javoblar to'g'ri chiqadi. Pastdagisi, ya'ni bir tomonlama yo'lda boshlanishi belgisi sizga hech qachon asosiy yo'lligingizni bildirib bermaydi. Bu yerda asosiy yo'l bo'lmoqchi bo'lsangiz, asosiy yo'l belgisini ko'rsangiz, keyin asosiy yo'l bo'lasiz. Bo'lmasa hisoblanmaydi asosiy yo'l. Demak, javoblarda yuqorida ikkala rasm bo'lar ekan. Ushbu qo'shimcha axborot belgisi qaysi belgi bilan qo'llaniladi deyapti. Endi bu savolga menimcha hamma to'g'ri topsa kerak deb o'ylayman. Tahlilni sharti yo'q, 4-belgi bo'ladi. Xo'p, keyingi savol osonroq bo'lganligi uchun buni tashlab ketyapmiz. Ushbu transport qaysi toifaga kiradi? Malibu qaysi toifaga kiradi? Ya'ni yengil avtomobil M1 toifasiga kiradi. Bilasizlar buni? Ya'ni hozir bu yerda M1 toifasini tanlaysizlar, shu to'g'ri chiqadi. Qolgan javoblar xato bo'ladi. Xo'p, yakunlashni bosamiz va mana 10 tadan 10 ta to'g'ri javob tayyor bo'ldi. Agar sizlarga bugungi tahlilimiz ma'qul kelgan bo'lsa, videoga yana like bosib qo'yinglar va bizni barcha Telegramda, YouTube'da, Instagramda barcha platformalar orqali kuzatib borishni unutmasangiz bo'ldi.